Ben Photoshop'ta bir qancha parça resim yechib qo'ydim. Mushu resimlar orqali bir loyiha ishlab chiqma va shu loyiha orqali men shu Photoshop'ninki surat qavtini tanishtirib chiqay. Birinchi bo'lib yangi betdan birini ochamiz. Yangi betninki kengligini 1920 qilay. Egizligini 1280 qilay. RGB rang shaklda oq ko'rinish oq holatda bir yangi bet ochaman. Yangi betni ochgandan keyin bu rasmdagi xatni shu o'ringa ko'chirib olib olaman. Buni ko'chirib olish uchun qarasam, shu rasmninki yoki mush navbatdagi xatninki, ya'ni bismillah degan xatninki ikki xil rangi bor ekan, atrofidagining bir xil rangi bor ekan. Unda bo'lsa men mush bir xil rangni tanlab, ondan ta'tir tanlasam, qolgan xatlarni tanlay oladi ekanman. Shu usuldan foydalanib xatlarni tanlab olaman. Ya'ni sehrli tanlash qurolini ilib, xatdan boshqa o'ringa mouse bilan birini cheksam, shu bir xil rangninki hammasini tanlab berdi. Tanlab bergandan keyin men Ctrl Shift ayni knopka taqdim va yoki bo'lmasa tanlashning ichidan ta'tir tanlash deganni ijro qilib bu xatni tanlab olaman. Tanlab bir nusxa ko'chirdim, yangi betning ustiga oldim. Yangi betning ustiga olgandan keyin endi men shu xatni ustini bir daraxtlar bilan kirishtirib, biroz nur chashgan shaklni ishlab chiqmoqchi. Buni biroz cho'ngaytib olay. Cho'ngaytib olgandan keyin bu xatning menga lozim qolmadi, o'chirib etdim. İkinci qadamda bu daraxtninki g'o'l qismi bilan ustidagi yaproq qismini tanlab olib olaman. Buning uchun albatta kesish quroli orqali mavarliqni, ya'ni yiltiz qismini kesib olibday. Albatgandan keyin buning atrofi bir xil rangda qoladi. Yana sehrli tanlash qurolini oldim. Yana tutash o'rniga o'rinlarni tanlash degan ixtiyorni mana oldi qo'yib qo'ysam, mavarliqlarni tanlamaydi. Men shuning uchun hammasini bir tanlash deganni buyruqni bersam, tutash o'rniga o'rinlarni tanlab turdi. Ondan Ctrl Shift I bilan buni ta'tir tanlab, ondan keyin buni bir nusxa ko'chirib, yangi betning ustiga olaman. Ham buni elib olgandan keyin bizningki asosiy loyihamiz shu ikki narsa bilan bitadi. Men endi shu daraxtni tanlagandan keyin knopka taqsidan Ctrl T ni bassam, mushni cho'ng kichik qilish, ya'ni shakl o'zgartirish holati chiqadi, ramkasi. Undan keyin buning shaklini muvofiq o'zgartirib, shu xatninki g'o'l qismi bilan muvofiq kelgidek holatda tangshayman. Ondan keyin buni bir nusxa ko'paytmam yerdan. Knopka taqsidan Ctrl G ni bassam bo'ldi, yoki bo'lmasa bu yerga tortib etkazsam bo'ldi. Bir nusxa ko'paydi, mana ko'paygini turib tursin. Aslidagi birinchisininki ortiq yerlarini o'chirib o'taman. O'chirish quroli bilan ortiq qismini o'chirib o'taman. Buni biroz sustlashtiray. Qaysi qismi ortiq ekanligini bilish uchun ondan keyin o'chirgichni oldim. O'chirgichni muvofiq kichiklashtirib bu o'rinlarni o'chirib etdim. Ondan buningki suzuklik darajasini asl holatiga kelib qo'ydim. Ondan keyin ko'paytib olgan qismni tanlab bu yerga kelaman. Ondan bu ikki qavatni rasm qavatining orqasiga o'tkazib etdim. Ya'ni xatva qavatining orqasiga o'tkazdim. Ondan mavini sal pastga surib qo'ydim. Surgandan keyin xatninki men navbatda shu daraxtning g'o'lini bergan ikki dona uzun qismini o'chirib o'taman. Buni o'chirgich quroli orqali o'chirsam bo'ladi va yoki bo'lmasa tanlash quroli orqali tanlab o'chirsam bo'ladi. Xatva qavatini tanlab o'chirib etdim. Qolib qolgan qismini o'chirgich bilan elibday. Daraxtning bu qismidan mavarliqlarni elib etdim. Ondan mavi qismini o'chirib o'tdim. Buni o'chirgich bilan o'chiray. Bu yanıma tanlash qurolidan foydalanib elib o'tay. O'chirib etdim. Ctrl D bilan tanlashni amaldan qoldirdim. Buni yana bir nusxa ko'paytdim.
Ko'paytib, knopka taqsining Ctrl T ni bosdim. Undan keyin mousening o'ng knopkasini mashina ustiga chekib, buni piqratdim. Piqratgandan keyin mouseni mayaga kelay. Kichikiltib buni mayaga keldim. Ekilib mayan tarafdikini o'chirib o'tay. Xatninki, yana xatva qavatninki bu qismning menga ahamiyat qolmadi, o'chirib o'tdim. Endi men alifninki o'ziga yana bir nusxa ko'paytirib beray. Alifning o'ziga buningdan bir nusxa ko'paytdim. Ko'paytib buni biroz cho'ngaytib, ondan keyin o'xshashla burunga o'xshash buni bir aylantirib nega keldim. Ekegandan keyin xatva qavatni tanlab alifninki ustini o'chirib o'taman. Ağırlıqni qo'shib beray, uni o'chirib o'tdim. Mushkul shaklda bir xat hosil qilib olaman. Ondan keyin xatni biroz suzay, qolgan mashg'ulotni endi davomlashtiramiz. Buni xatning cho'ngligiga moslashtiray. O'chirgich bilan qilsam bo'ldi albatta. Qavatni tanlab masalda xat qanday cho'ngliqda bo'lsa, shu holatda cho'ng qilib ekib beraman. Mana ekilib daraxtning g'ulning shaklini chiqardim. Daraxtning g'ulni mushu qavatga moslashtirdim. Ondan maqavat turaversin. Maqavatdagi ortiq qismini o'chirib o'tay. Bular ortiq ekan, buni men g'ulga mos qilib o'chirib o'tdim. Ondan keyin maqavatningki kam qismi bor ekan, buni biroz pastga suraylik.